Assalomu alaykum hammaga. Demak, bu yilgi 2026-yilgi imtihonlardan boshlab oldik. Bugun 14-iyul birinchi smenada tushgan matematika majburiy savollarni ko'rishni boshlaymiz. Demak, hammaga ulashib qo'ying, manfaatli bo'lsa xursandmiz. Birinchi savoldan boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz 7 ning 10-darajasi ko'paygan 49 ning 4-darajasi taqsim 340 ning 6-darajasi. Qarang, bunda nima qilamiz? Bu qiyin misol emas, hammasi 7 ning darajalari bu yerda. Birinchi 7 ning 10-darajasini o'zini yozamiz. 49 bu 7 ning kvadrati degan, to'g'rimi? 7 ning kvadratining 4-darajasi. Bu 343 7 ning kubi degan. U 7 ning 3-darajasining 6-darajasi desak, endi buni hisoblab chiqamiz. Daraja qoidasi bo'yicha bu 7 ning 10-si o'zi turadi. Mana bu ikkalasi ko'paytiriladi bir-biriga. 7 ning nechinchisi bo'lar ekan? 8-si. 3 bilan 6 ni ko'paytirsa 7 ning nechinchisi? 18-si. Endi yuqorida 7 lar asoslar bir xil bo'lganligi uchun darajalar qo'shiladi. 7 ning 18-darajasi, pastda ham 7 ning 18-darajasi. Bularni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, javobimiz 1. Demak, bu tushunarli. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ham oddiy hisob-kitob. Bu yerda birinchi qavs ichi bajariladi, keyin bo'lish amali va ayirish amalini bajaramiz. Birinchi amalimizda 6.25 ayrilgan 1.25. Javobimiz necha chiqadi? Albatta 5. 6.25 ni 1.25 ga bo'ladigan bo'lsak, buni ham javobi 5 bo'ladi. Endi 5 dan 5 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, javobimiz necha bo'lar ekan? 0. Bu ham tushunarli. Uchinchi savolga e'tibor bering. Bu ham kubga oid savol ekan. Kubning uchlari soni nechta? Bu savol kimga tushgan bo'lsa, albatta xursand bo'ling. Juda ham oddiy savol. Mana kub. Kubning nechta uchi bor? Qarang. A, B, C, D pastdagi 4 ta uchi, A1, B1, C1, D1 tepadagi 4 ta uchi. Jami nechta uchi bor ekan? Albatta 8 ta uchi bor. Xo'p, kubning nechta yoqi bor degan savol tushimga ertaga yoqlar sonini ham aytib ketaman. Pastda bitta yoq, bu asos bo'ladi. Tepada yana bitta yoq. Yon tomonida 4 ta yoq. Jami nechta yoq bo'lar ekan? 6 ta yoq bo'lar ekan kubda. Xo'p, kubning qirralari soni nechta degan savol tushib qolsa, qarang, qirralari soni pastda 4 ta, tepada 4 ta, yon tomonlarda 4 ta. Jami bo'lib 12 ta. 12 ta qirrasi bo'ladi. Demak, 8 ta uchi bor, 6 ta yoq, 12 ta qirra. Xo'p, keyingi savolga e'tibor bering. 4-savolimiz ham juda ham oson savol ekan. Bu yerda 3, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 27 sonlari nechtasi 3 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Bu yerda 3 ga qoldiqsiz bo'linadiganlar mana 3, 9, 18, 24 va 27. Nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Demak, biz nechtasi deb aytar ekanmiz? 5 ta. Bu oddiy kara-kara. 5-savolimiz mana bunaqa kvadrat berilgan va uni ichi kvadratchalarga bo'lib chiqilingan. Bu yoqda 6 ta, bu yoqda 6 ta. Bizda ikkita kichkina kvadratchani tomoni 5 dan 2 detsimetr. Endi yozamiz, qarang, 5 dan 2 detsimetr degani bu 5 dan 2 ko'paygan 10 desak santimetrga o'tadi. 5 bilan 10 qisqarib 2, 2 kere 2 necha? 4 santimetr. Bizda ikkita kvadratni tomonini qo'shsak 4 santimetr ekan. Demak, har biri necha santimetrdan bo'ladi? 2, 2. Bizda bitta kvadratchaning tomoni necha santimetr deb savol berilgan. Necha santimetr derkanmiz? 2 santimetr mana. Va 6-savolimiz masshtabga oid savol ekan. Bu ham oson savol. Biroz tushuntirib beraman. Yaxshilab e'tibor berib tursangiz o'rganib olasiz. Ertaga bundan boshqa misollarda kelsa ham tushuna olasiz. Masshtab bu nima? Masshtabda 1 bo'lingan 4 million desa nima degani? 4 million marta kichraytirildi degan. Hozir biz 4 million marta kichraytirganimizda 7 santimetr hosil bo'lganda, uni haqiqiy 4 million marta kattalashtirsak necha kilometr bo'ladi deyapti. Nima qilamiz? 7 santimetrni 4 millionga ko'paytirsak 28 million santimetr. Bu necha kilometr? Buning uchun sizga mana bu ma'lumot kerak. 1 kilometr bu 100 ming santimetr degan. Qancha degan ekan? 100 ming santimetr. 100 mingdan nechta nol bor? 5 ta. Biz bu yerda 100 mingga bo'lib yuborsak, mana bu 5 ta nol o'chib ketadi. 5 ta nol o'chib ketsa necha qolar ekan? 280 kilometr. Xo'p, qarang, savol juda ham oddiy bo'ladi. Masshtab beriladi. Bu yerda masshtab ikki xil. 1 bo'lingan 4 million bu 4 million marta kichraytirish. Agar 5 bo'lingan 1 yoki birinchisi katta, ikkinchisi kichkina bo'lsa, u kichraytirildi degan. Kattalashtirildi degan, bizda kichraytirildi. Keyin savolda haqiqiysini so'rayaptimi yo chizmadagini so'rayaptimi? Shunga e'tibor berasiz. Demak, bugungi imtihon savollari yechimlari yana davom etamiz keyingilarini ko'rishda. Hammaga rahmat.